Ya Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Iztirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathini bergin. Ya Alloh, ko'zlarni o'z nuringga hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Ya Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobiga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukni yuklama. Bizlardan tashvish iztiroblarni ketkizgin. Xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz. Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishingdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgin. Uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishongin.